Assalomu alaykum to'rdoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zemin deb chiqadi. Siz Xitoyning ishigini chekmaysiz, besib olingan zeminimiz biz egisi bo'lganki shu besib olingan zeminning besib olg'uchining ishigining oldiga ishini chekamsiz. Xalqaradan yordam so'rasangiz, xalqaradagi boshqa davlatlarningki moyilligini keltirish yordamiga erishish uchun siz Amerika qatorliq kuchli davlatlarning ishigini cheksiz. Hargizmi Xitoy təcavüzçülərin işiği verib, "Vay, mənim tuqunum nədə? Sizlər çıxdınlar" deyə qoysanız hərgiz çıxatmaydı. O degan düşmən. Düşmənin dostu bilan dost olamsız yoki düşmənin düşməni bilan dost olamsız qarab baxın. Uyqunuz içib təfəkkür qoyduğunuzu yetildirin. Düşmənin işiği verib yetib olmaysiz eğinab. Küçük dövlətlərin işigini çeksiz. Məqsədinizni uqtursiz. Məqsədiniz nima? Zeminga ega chiqishmi yoki qanday qilish? Nima uchun zulmga uchrayapsiz deganga biroz kallangizni shiltib yiqing. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zemin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.